Mirobod tumanida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari reja asosida tashkil etildi. 2100 kvadrat metr tom, 133 ta kirish yo'laklari, 26 ta markaziy elektr uzatish tarmoqlari, 4081 ta kirish yo'laklaridagi elektr shitlar, shuningdek 109 ta uyning yerto'la qismidagi muhandislik, kommunikatsiyalar va 1614 paganometr tik quvurlar mukammal ta'mirdan chiqarildi. Qish-kuz mavsumiga tayyor deb bilaman. Nimaga desangiz, ko'p ishlar qilindi. Masalan, mana o'zimni 24-domim misolda olsam, tom qismlari qilingan, tekshirilib chiqdi, yaqinda bolalar chiqib yana bir qarab chiqishdi. Podval qismlari qilindi, issiq suv, sovuq suv almashtirildi, kanalizatsiyani qilib berishdi mana yaqinda. Biz Yonur mahallamizda 4 qavatlik domlar bor. Menda 32 ta kvartira bor. Shu 32 ta kvartirani har bitta xonadoniga kirib, trubalarni yuvib, chiroyli qilib qishga tayyor qilib berishdi. Biroq tumanda kommunal sohada hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ham bor. Sulaymon Banokatiy mahallasi, Yangi Zamon ko'chasida joylashgan 84-ko'p qavatli uy. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur uy-joy 2001-yilda aholiga xususiylashtirilib, boshqaruv servis kompaniyasiga biriktirilib berilgan. Aholi 84-ko'p qavatli uyda issiqlik tizimi me'yorida ishlamasligi, issiq suv yo'qligi hamda elektr simlari bilan bog'liq salbiy holatlar haqida ma'lum qilishdi. Tasvirga olish guruhimiz vujudga kelgan holat yuzasidan boshqaruv servis kompaniyasi rahbarini suhbatga tortdi. Hozirda 1 kvadrat metr uchun 1000 so'm tarif joriy qilingan. Bir oylik o'rtacha nachisleniyasi 11 525 ming so'mni tashkil qilyapti. Bu yetmaydi, chunki bu yerda yashaydigan aholini 80-85% kvartirantlar tashkil qiladi. Bir keladi, bir ketadi, hech kim kvarplata to'lamaydi. Qo'pol qilib aytganda, talab kuchli, majburiyat bajarilmaydi o'zligi tomonidan. Aholi tomonidan to'lanmagan majburiy badallarni majburiy tartibda undirish yuzasidan kompaniya tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudlariga muntazam ravishda da'vo ariza kiritilishi kerak. Bugungi kunda o'sha da'vo ariza kiritish ishlari o'sha o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi, fuqarolar tomonidan o'sha majburiyatlari bajarilmagan, ya'ni to'lovlar amalga oshirilmagan holati aniqlandi. Buni bartaraf etish yuzasidan o'sha sudlarga da'vo ariza kiritilishi, majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan hamkorlikda ish olib borilishi kerak. Navbatdagi manzilimiz tumanning Qo'yliq 1 mavzesi, Chinor mahallasida joylashgan 5 va 6 uylar bo'ldi. Bu yerga kelishimiz bilan aholi uylar oralig'idagi bolalar maydonchasining holati xarob ekanligi, bolajonlar uchun o'ynashga joy yo'q ekanligidan olib qolishdi. Bizga birinchi o'rinda bolalar maydonchasi kerak va o'zimiz uchun ham sog'lomlashtirishga bizga maydoncha, sport maydonchalari kerak. Bolalarimiz mana ko'ryapsizlar, mana turpoqlar o'ynaydi, boshqa narsa sharoit umuman yo'q bu yerda. Necha marta yozdik hokimiyatga ham, boshqasiga ham. Umuman bizga ana har safar anaqaga tushdinglar, snosga tushdinglar deydi, bo'pti deymiz, kutamiz. Mana 8 yildan beri yashayman shu yerda. Lekin umuman natija bo'lgan yo'q. Tasvirga olish guruhimiz yerto'lalarning holatini ham ko'zdan kechirdi. Mana bu video tasvirlar 6-ko'p qavatli uyning yerto'lasida olingan. Guvohi bo'layapsiz, yerto'la tizza baravar suv. Achinarlisi ichimlik suvi quvuri yorilish natijasida toza suv isrof bo'lib yotibdi. Bu yerda 3 oydan beri boshqaruv servis kompaniyasidan bular chiqqan ekanda, qarovsiz ahvolda qolib ketgan. Lekin hozir mana bugungi kunda boshqa kompaniya a'zo bo'lishayotgan ekan. Ularda hozir rahbarlariga aytishlaricha, mana shuni hozir ishni darhol boshlab, bartaraf qilish choralarini ko'rishni boshladilar hozir. Belgilangan tartibda hozir biz ko'rib bergan ko'rsatmalarga bajarilmagan taqdirda qonunchilik belgilangan tartibda choralarni ko'rilishi belgilangan.